Bolgariya 3 yillik D-viza. Xavfsizlik tizimlari, video kuzatuv. Shahar Plovdiv, kerakli xodimlar, video kuzatuv tizimlari o'rnatuvchilari. Joylar soni 4 ta. Ish vazifalari: xavfsizlik tizimlari uchun kabellarni tortish, qo'riqlash va signalizatsiya tizimlarini o'rnatish va sozlash, video kuzatuv tizimlari va kameralarni o'rnatish, oldin o'rnatilgan kameralar va tizimlarga texnik xizmat ko'rsatish. Talablar: erkaklar 50 yoshgacha, tajribali va tajribasizlar qabul qilinadi. Rus tilini bilish majburiy. MDH davlatlari fuqarolari qabul qilinadi. Ish beruvchi tomonidan suhbat o'tkaziladi. Hujjat tayyorlash muddati viza sentrga topshirishgacha 90 kun. Ish sharoitlari: oylik maosh 946 yevrodan boshlab. Ish grafigi kuniga 8 soat, haftasiga 5 kun ish, 2 kun dam. Yashash joyi bepul, ovqatlanish bepul, aviabilet bepul, tibbiy sug'urta bepul. Kerakli hujjatlar: xorijiy pasport, apostil bilan sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma, anketa kerak bo'ladi. Aloqa va kuzatish uchun profillarimiz: